yo'qligidan, yo'q, mashinaligidan. Mashinaligidan san'atga kirib kelgan yigitlarimiz, qizlarimiz biz shu bugun studiyamiz mehmoni. Bez guruhi. Bez guruhi ular talant shouda ham ko'p kuzatib turamiz. Eng qizig'i, o'rtoqlar, men har doim aytaman-da, Koreyadagi BTS va hokazo yana nimadirlar guruhlar bor, уже esdan chiqib qoldi o'zir. Ulardan ko'ra bizning O'zbekistonda yagona bitta guruh bor, shu Bez guruhi. Baribir nomer 1. Lekin bor. Sizlar o'zingizlar birinchi berilgan savolim, muxlislar ham ko'rib turibdi. O'zingizlar his qilasizlarmi? Sizlar O'zbekistonda yagona shunaqa guruhsizlar. Kim boshlaydi, Dildor? Avvalambor, bolalar hurmat. Assalomu alaykum. Tak, Adam boshlaymiz. Abdukarimov doskaga. Bugun kelmagan. Onlardan boshlaymiz bo'lmasa, aniq. Oxirda yarmatib desam. Yo'q, rostdan o'rtoqlik his qilasizlarmi? Addushi bizda studiyada erkinlik bor, mana o'tirishdan bilinib turibdi. Xohlagancha gaplashamiz va muxlislarimiz ham mehribon. Bugun mehr haqida gaplashyapmiz, o'sha sizlarni chaqirdinglar. Mehr beryotgandik. Bolachalik mehribon emas hech kim. Yo'q, mehr beryotgandik, barcha mehrimizni ko'tara olmasdan o'zimga kelib olay deb ketvordi. Chunki har kuni urishardik-da. Ana ko'p mehr olib ketdi bugun bizdan. Juda ham ko'p mehr. Men bilmayman, chetga o'tib ham qanaqadir mehr berib keldingiz, bilmayman. Bilmayman chetga o'tib qanaqa mehr berib keldingiz, lekin o'shandan keyin qaytmadi. Mayli, o'rtoqlar, his qilasizlarmi, sizlar yagonasizlar bu guruhda, O'zbekistonda? Ayniqsa ko'chalarda yurganimizda ham yoshlarni bizga bo'lgan e'tibori, ko'rishi, uzoqdan ko'rsa o'zi uncha kelmasa kerak deb o'ylaymiz-da. Lekin ayniqsa bir jamoa bo'lib ko'chada yurib qolsa, unda yomon ham bilinadi. Haqiqatdan kuchsizlar. Mana ayniqsa mana gastrolga ketasizlar-ku, men videolar ko'rdim, sizlar o'rab olishar ekan. Michael Jackson hijolat dedi. Lekin sizlarni bilaman, ustozinglar Komil aka shunaqa sizlarga o'rgatadilar. Kibr yo'q. Qiyin-ku. Kibr yo'q deganga bitta qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Biz ko'plab bilan loyihasiga boramiz. Mana Bollywood Battle yana bizga gaplashyapmiz. Yo'q, men aytib ketmoqchiman, bolalarni kattalarga bo'lgan hurmati, Injira. Borsak yugurib chiqadi oldimizdan, salomini beradi, qo'limizda narsa bo'lsa oladi. Komiljon Hasanov bu tarbiyasidan iborat dedi shu. Qarang, ikkalamiz gapiradigan bo'lsak, yozishim. Qarang, o'rtoq rejissor, bitta odam kelsa ham o'zimiz gaplashyapmiz. Ikkita odam kelsa ham o'zimiz gaplashyapmiz. 1 2 3 4 5 6 7 ta odam kelsa ham biz gaplashyapmiz. Maylimi, siz savol bersangiz, xohlasangiz. Rahmat, navbat berganingizga, eslaganingizga. Xush kelibsizlar, hurmatli Bez guruhi a'zolari. Bu haqiqiy odam. Ko'rib turganimizdan. Rahmat. Zakovatda emassizlar. Boshqa ko'rsatuv. Xo'p. Hozir ko'rib turibmiz, mana yosh bo'lishlarga qaramasdan shunaqa yutuqlarga erishib kelyapsizlar. Sizlarning bir qo'shig'inglar bor, men o'zim ham eshitganman, har doim eshitib turaman. Qo'shiq nomi dabdala bo'lsa ham o'zi zo'r chiqqan. Rahmat. Shu qo'shiqni yaratilishi qanaqa bo'ldi o'zi, kimdan taklif chiqdi, bunaqa guruh bo'lib ijod qilish, umuman o'zi boshidan keladigan bo'lsak. Va bu qo'shiq qanaqa va kutganmidinglar bunaqa hit bo'lib ketishini? Va guruhda nechtasizlar haqiqatdan? Guruhda o'zi 7 tamiz. 6 ta oddiy qo'shiqchilar, bitta reperimiz. Anvar bilardim talantligingni. Rahmat. Dabdala qo'shig'imizning ideyasi Komiljon Hasanov ustozimizdan chiqqan. O'zi asosan biz boshida kayfiyat ko'taruvchi, raqs bo'lib qo'shiqlar aytardik. Keyin ustozimiz aytdilar, kelinglar bitta xalq bo'lib siqilgan bitta qo'shiq aytib ko'ringlar, qanaqa ketar ekan dedilar. Keyin xo'p dedik, qo'shiqlarni yodladik, studiyaga boramiz deb, dardi yo'q, dardi debadilar deb ustoz. Qanaqa qilib dardimiz yo'q, biz siqilmaganmiz, bizani hech kim tashlab ketmagan, qanday dard bilan aytib beramiz. Keyin aytdik. Yo'q, Anvar aka unda aytmagandilar repda. U yoqda yo'q edi. Qo'shig'imiz tayyor bo'ldi. Ustozimizga yoqmadi qo'shiq. Menga yoqmadi, dardi yo'q, baribir dedilar. Kutmagandik, menimcha. Endi ustoz norozi bo'lsa, baribir rozi qilsangiz ishingiz yurishadi-ku. Ustozimiz norozi, menimcha yemaydi-yo deb turdik. O'zimiz bilmagan holda bir kunda 1 million prosmotr, vaholanki bir oyda 25 million prosmotr. Wow, 25 million. Wow! Tabriklayman o'rtoqlar, bu zo'r. Bu zo'r haqiqatan. Klipi ham zo'r, klipini ham tomosha qilganmiz. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Har doim mana e'tibor beraman, Injira, kiyinish uslub, stil ustida kim ishlaydi sizlarda? Ustozimiz g'oya beradilar, biz
ota-onamiz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Ha. Ustozga borib, yana ko'rsatamiz, u kamchiliklar bo'lsa to'ldirib beradilar. Noodatiy-da, mana hech kimda ko'rmaganmiz, masalan, kiyinish uslubinglarni yaratgan, masalan, konsert berdi mana. Xalqlar Do'stlik do'stligida. san'at saroyida konsert berdi bir kun. Men o'zim borib, shaxsan birinchi qatorlarda o'tirib tomosha qildim. Hayajon bo'ldimi? Kimda qanaqa Men hayajon? ko'rmadim sizlarda hayajon, xavf bo'lmanglar, lekin u darajada bo'ldi. Hayajon bo'ldi, ayniqsa boshlanayotganda parda ochiladi-yu, muxlislarni shovqinlari bo'ladi-yu. Va Shunaqa hayajon bo'ldi, lekin o'sha qo'shiq aytib yengib tashladik, muxlislarning emotsiyalari bilan kuch oldik. mikrofon bering meni. Biz konsertimizda bunchalik ko'p odam kelishini kutmagandik. O'sha parda ochilganda hamma olqishlab, uni qilganda o'sha yerda hayajonlandik ozgina. Injira opa, o'zingiz ham shu yerda edingiz-ku? Ha, lekin men mana kutmaganim to'g'risi. Men qaradim, sizlarga farqi yo'q deb tuyuldi. Ya'ni qanaqa, 10 yil konsert bergandek berdinglar-da, to'g'risi. Orada bir xil raqslar. Men hayron qoldim. Chunki ustozimiz bizani shunga o'rgatiladi. Bitta mana shunaqa yo'nalishda boshladikmi, aynan mana shu imijimiz bilan taronalarimiz, ana joy tanlashlar, noodatiy, g'alati joylarda olamiz, shular bilan ajralib turamiz. Ustozimiz aytadilar, mana shu narsa bilan ajraldikmi, oxirigacha shu narsani ushlab turish kerak. Yana ham bitta narsada qotib qolmasdan, tepa-tepa zinama-zina chiqib ketish kerak deb o'rgatardilar. Aniq tushunib turasizlarmi? Baribir tarqalish bu yechim emas sizlarda. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, er-xotin turmush quradi-yu, nobora chiqishmasa ham yashashga majbur, farzandlar bor, u yoq bu yoq deydi-ku. Sizlarniki hozirgi ijodda gapiradigan bo'lsa, mana shu ijod mahsulinglar farzandda ajrashish yechim emas, til topishish yechim. Mana o'xshatadigan bo'lsak, bir-biriga til topishish, baribir bir-birining xarakteriga tushib olish bu yechimda aslida. Ketish yechim emas. Shuni his qilasizlarmi yoki baribir yechimni ketishni biladimi kimdir? Yo'q, o'zimiz masalan biz hammamiz necha yildan beri bir-birimizni taniymiz. Hammamiz bular masalan, ular akam, bular opam, bunisi o'rtog'im, bunisi ukam, mana shunaqa narsa masalan. Bizda Zamin teatr bolalar studiyasi bor, bilasiz menimcha. Unda hammamiz biz bitta oilamiz. Biz bitta oilamiz, bo'ldi. Biz o'tdan chiqib keta olmaymiz. Chunki u meni akam, u meni opam. Biz o'tdan chiqib ketishga yuragimiz ham qo'ymaydi, to'g'risini aytsam. O'rganib qolgan, bog'lanib qolganmiz bir-birimizga. Ya'ni opa singillar, aka ukalardek urushsanglar ham baribir bilasizlar, ketmaysizlar bir-bir. Unda yarashishimizni bilamiz ursak ham. Injira bitta savol qiynaydi shu yerda. Bular o'z maktabga boradimi, bormaydimi? Hammasi bor, maktabga boradiganlar, insga boradiganlar. Lekin yana bitta narsa so'rak, bar muxlislari o'tiradi-da, o'ylaydi. O'zini maktabida ham o'zlar borib, ashula aytarmikan deb o'ylab o'tirgan bo'lishi mumkin. Bo'ladimi shunaqa holatlar? Umuman vaqtimiz bo'lmaydi. Maktabga borib qo'shiq aytishganmi? Yo, o'zinglarni maktabinglarda tadbir bo'lib qolsa, mabodo. Guruhinglarni chaqiringlar, bizga ham kelsin deydimi? Dars ulgurmaganimizga yarasha tadbirlarga chaqirishadi, lekin bormasak bo'lmaydi. Nima bor, hammasini yo'q. 25-may maktab tugashida, lekin o'sha gapni aytishadi. Hech bo'lmasa o'zing qo'shiq aytib ber chiqib deyshadi. Men savolim sal g'amginroq va sizga yo'naltirilgan. Yaqin orada mazingiz bo'lmadi. Juda ham uzoq payt больницada yotdingiz. Shu payt guruhni qo'llab-quvvatlashi qanchalik bo'ldi? Qancha mehr his qildingiz? To'g'risi men o'zi bunaqa kasal bo'lib qolishimni bilmagandim. больницada yotganimda o'ylamagandim. Hozir hamma uyda bo'lsa kerak, uydagilarim ham uydadir. O'zimdaman-u, normalman-u deb o'ylagandim, lekin qarasam hamma pastda kutib o'tirgan, yig'i-sig'i. Buni chiqqandan keyin bildim. U больницada paytim bilmadim. Ularni birinchi bu kirib keldi. Voqea ajoyib bo'lgan. Bu meni sevgilim bo'lib kirib kelgan. O'sha navbatchi bo'ladi-yu. Kira olmagan. Hamma ko'pchilik pastda turganmiz keyin. Mayli, Allohga tavakkal dedim, kirdim. Akajon, kirmasam bo'lmaydi. Sevgilisiga mumkin degan ekan. Mana sevgilimni ko'rmasam bo'lmaydi debdi. Men yaxshi ko'rgan qizimman deb kirdim yoniga. Videoga olishga ruxsat yo'q deyishdi. Keyin iltimos keyin bizani tanib qolishdi. Bo'pti, tezroq bo'ling. Videoga oldim, chiqdim, hammaga ko'rsatdim, xursandman. Ertasi kuni shundoq borsam aytib qo'yibdi-da, meni sevgilim emas bu, men bilan o'qiydigan qiz deb qo'ygan. Bo'ldi, shu bilan kira olmadim. Umuman kutib o'tdim deb buni kirishini. O'zimga o'zim xuddi kara-kara yotlab yotgandek pastga qarab o'tirdim. Ko'zingda yoshlar bilan kirdingmi? Qanaqa bo'ldi? Albatta, endi u yoqda doktorlarning gapi, baribir ko'pchilik g'alati gaplar aytdi. Men umuman kutmagandim, umid qilmagandim yoniga kirishdan. Hattoki oilari kirmagan joyda endi men uzoqroqda turing. Shustir ekansiz. Ha, keyin sevgilisimi dedim. Yo'q, kirmasam bo'lmaydi, iltimos akajon dedim. Qattiq sevganda.
doktorlar aytishdiki hozir bularga faqat hissiyot yordam bera oladi deyishdi. Men hozir fursatdan foydalanib hammaga yetib qolaman, boshdan yuvib, umuman ko'chaga chiqmanglar. Ana. Men ta'zirimni yedim. baribir yeyishmadi, Zo'r gap. adashmabdi, Qarang, men baribir. biolog sifatida aytaman, haqiqatdan bosh yuvib ko'chaga chiqish aslo mumkin emas. Namlik uzoq ushlanib qoladi va bu juda seryoz kasallikka olib kelishi mumkin, ayniqsa nevralgiya tomonlama va sizni yutug'ingiz sizni oldindan kasalligingizni aniqlab berishgani. Aniqlamay yursa, unda yanada jiddiyroq bo'lib ketadi. Eng qizig'i bir hafta boshim og'rib, dori ichib yurganman uydagilarga yetmasdan. Oxiri bo'lmagandan keyin uydagilarimning o'ziga yetdim. Shunda ham keyin aniqlanish qiyin bo'ldi. Oxiri o'sha больницаga borgandan keyin aniqlandi. Biza hattoki eshitdik, endi Bollywood battle paytida sizni kasal bo'lib qoldi. Chiroyli bo'lamiz. Bir siqilamiz repetitsiyada. Xudo shukr, yana o'sha chiroylisiz, Xudo shukr. Yanada chiroylisiz, chiroyingizni yo'qotib qo'ymabsiz. Boshida ozgina qorinchalar bilan keldi. Boqishganda. Yo'q, menimcha sizga juda ko'p garmon qilishgan o'sha payt. Va garmonni men ta'sirini boshida chiqqaningizni sezdim, bildirmadim sizga, lekin sezdim, ko'rdim, bildim. Bunaqa payt ahamiyat bermaslikka harakat qilasiz, odamga eslatmaslik uchun. Lekin eslatdi. Bular eslatdi. Endi nima og'ayni ancha xunolashib ketibsan, nima? Rahmat, yana bitta savol bor, Injira. Endi sizlar mana yoshinglar katta bo'lyapti. Kimdir insta hamma san'at sohasidan ketadimi yoki boshqa professiyani nima deydi, kasb egallash xayolingizda bormi yoki hunarmi bilmayman. Endi ayni damda mana shu yerda o'tirgan bir safdagi odamlarning hammasi tanlanganlar. Tanlanganlar bo'lganimiz uchun Xudo xohlasa yo'nalishimiz san'at. Siz bularga aytdingizmi? Men sizni lekin xavotir olganingiz o'shanda yomon ko'rdim. Rosa xavotir olishdi. Bildim. Chin dildan, umuman mana jamoada bilindi. Chin dildan juda hamma tushib qolgandi. Men tilayman hech qachon kasal bo'lmanglar, lekin bu ham bejiz bo'lmabdi. Qaysidir ma'noda sizlarni birlashtirdi shu narsa. Shu vaziyat bir-biringizga yanada yaqin qildi va men sizlarga aytmoqchiman, eng katta baxt bu albatta ota-onamiz, uydagilarimiz, lekin bunaqa yaqinlik bor bo'lishi ham bu hayotda bu katta baxt. Shuning uchun ham bir oilamiz deb. Ha, men o'zimdan o'tib aytaman, biz ham ijodkorlar, masalan, Ozod akam bilan doim urushganman, xafa bo'lganman, gaplashmay ham ketganman, lekin baribir eng og'ir kunimda ular turgan. Aytmoqchi bo'lganim, o'shaning uchun 100% yuz ko'rmas qishon bo'lib ketmanglar. 100% jahl chiqqanda yomon gaplar gapirib tashlamanglar. Gapirgan bo'lsanglar ham kechiringlar. Baribir ertaga birga bo'lasizlar. Og'ir kuninglar baribir bir-biringlarning oldinglarda bo'lasizlar. Va kelajakda ham hech kim sizlarni konsertinglarga bilet topa olmaganda men telefon qilib, "Assalomu alaykum" deb bitta bilet olib ketish deyapti. Bo'ldi, mana Xudo xolasa. Xudo xolasa. Men maqtanaman, men topib oldim bilet. Men topib oldim bilet deb maqtanaman. Demak, muxlislarga e'lon qilib qo'yishimiz kerak, 2025 konsert bor ekan. Vau! 10-iyun kuni. 10-iyun kuni konsert. 2025-yil 10-iyun kuni Xalqlar do'stligi san'at saroyida Best guruh va Talantchi yakkaxon konserti bo'lib o'tadi bir kun. Tabriklayman o'rtoqlar. Ana, hozirdan biletni mo'ljal qilib turinglar. Bo'lmasa kelaylik bitta zo'r chiqish qilsak-da, yanada hammani borgisi kelsa. Albatta. Birgalikda. Rahmat sizlarga. Rahmat, kelganinglar uchun rahmat. Konsertlardan bo'shab, syomkalardan bo'shab, ustozinglardan bo'shab kelganinglar. Shu hozir 15 minut gaplashgan bo'lsak, men go'yoki kosmosda o'tirdim. Da. Sizlarga ijodiy parvoz tilaymiz. Avvalambor ota-onanglar sizlar bilan faxrlanadi. Eng muhimi shunaqa o'stirgan farzand o'stirgan ota-onalarga rahmat. Xalq so'rab turadiganday, prezident so'rab turadiganday katta inson bo'linglar. Sizlardan bir necha jup qo'shiq eshitamiz. Farqi yo'q, lekin rapga bo'lgan muhabbatim o'zgacha, o'shaning uchun aytmoqchiman. Juda ham xursandman jamoalarga Anvarjon qo'shilganidan, juda ham xursandman. Ishoninglar, uning energetikasi sizlarning energetikalar bilan birgalikda yanada portlab ketadi. Eng qizig'i, buncha chiroyli bular hammasi. Qizlar, bolalar hammasi. Kostyumasi, ashula eshitamiz? Eshitamiz. Endi bitta yana kayfiyatni ko'tarish uchun birgalikda raqslarga tushib, yo biz xalaqit qilmay turaylik undan ko'ra. Chunki qarang, gap bermadik, endi hozir raqs ham bermasak bo'lmaydi. Barchinoy pan ko'ndirib kelinglar. Yo'q, nimadir qilgancha yerda gaplashib keling. Barchin, mehribon bo'lishga va'da berdik-ku. Barchin. Bizga siz yetishmadingiz. Barchin, sizni topamiz. Bolalar o'zinglar eplab turinglar, biz barcha topib kelinglar. Barchin jonim.
halovati yo'q to'kildi bu dil ko'rgani azob dil ko'ngling bo'lsin to'q yurakka tegdi o'q jarohatga davo yo'q uying yonida derazangga otaman tosh chiqmayapsan xafa bo'psan chimirma ko'p qo'sh 5 kun bo'ldi ko'rmadim seni kayfiyatim dabdala ko'rgim keldi sog'indim seni ahvol chatoq dabdala mensiz hech ham yasholmaysan bir zum biron turolmaysan mendan kechib topgan yoring ko'rib qolsam dabdala quloq solib ko'r so'rayapti dil ko'rmaganday yil endi imkon yo'q yurak o'rnida jo'q sevgida vafo yo'q o'sha uyingda derazangga urasan bosh sog'inibsan yig'layapsan yarashibdi yosh sog'inchimga davolar istab tunu kun ko'zimda yoshlar bo'yingga bo'ylarim moslab qadamlar sen tomon boshlab ne qilay ay derazamga uraymi bosh sog'indim-ku kelmaysanmi ko'zimda yosh 5 kun bo'ldi ko'rmadim seni kayfiyatim dabdala ko'rgim keldi sog'indim seni ahvol chatoq dabdala mensiz hech ham yasholmaysan bir zum biron turolmaysan mendan kechib topgan yoring ko'rib qolsam dabdala ko'changda sarsonman sog'inchi ummonman dardlari dostonman biz qilgan orzular nega tuyg'ularimizga bo'lishar qarshi sevgim deb kurasholmasam o'lganim yaxshi seni sog'inib ketmoqdaman uying tomon sog'inganini aytmasa hammasi yaxshi 5 kun bo'ldi ko'rmadim seni kayfiyatim dabdala ko'rgim keldi sog'indim seni ahvol chatoq dabdala mensiz hech ham yasholmaysan bir zum biron turolmaysan mendan kechib topgan yoring ko'rib qolsam dabdala 5 kun bo'ldi ko'rmadim seni kayfiyatim dabdala ko'rgim keldi sog'indim seni ahvol chatoq dabdala mensiz hech ham yasholmaysan bir zum biron turolmaysan mendan kechib topgan yoring ko'rib qolsam dabdala tugadi hammasi sarobga aylandi sindi muhabbat chilparchin bo'ldi meniki eding men esa seniki mana sukunat bizni mag'lub etdi ovozlaring endi faqat tushlarimda xotiralarimiz uchar shamollarda har soniya yurak seni so'rasa javobim shu meni tark etding orzularimni bog'lab sen bilan shirin hayol qiladik sen bilan o'ylagim kelmayapti endi sarob ketarkansan nega kelding bejavob kunduzim bilan tunim o'rin almashdi tushimmi yoki o'ngimda chalkashib ketdim sendan menga shirin xotiralar qoldi qaysi payt ketding men sezmay tugadi hammasi sarobga aylandi sindi muhabbat chilparchin bo'ldi meniki eding men esa seniki mana sukunat bizni mag'lub etdi tugadi hammasi sarobga aylandi sindi muhabbat chilparchin bo'ldi meniki eding men esa seniki mana sukunat bizni mag'lub etdi
endi qiladi tinmay isyon bilmadim endi kim meni tushunadi o'zimga sig'mayapman xayolim parishon yuragim kimni sevadi ko'zlarim kimni ko'rar bilmadim mendan uzoqda sochlaring kimlar sirlar o'ylaverib bo'ldim tamom ko'z oldimda san hamon unutolmasam netayin qalbimda shubha ketarkansan nega hayotimga kelding kirib unutolmadim sira ketding-ku yuragim tilib ketarkansan nega hayotimga kelding kirib unutolmadim sira ketding-ku yuragim tilib tugadi hammasi sarobga aylandi sindi muhabbat chilparchin bo'ldi meniki eding men esa seniki mana sukunat bizni mag'lub etdi tugadi hammasi sarobga aylandi sindi muhabbat chilparchin bo'ldi meniki eding men esa seniki mana sukunat bizni mag'lub etdi Nega bu maqsimdan tanamday boying boz budan xolos yomg'irdan hamma eslat silkin tepaga birga barobar bu sirli oqshom budan enom go'yo samoshamoldaymiz ba'zida baland darajadaymiz alloh birgalikda yerning jabr tomonidaymiz olam o'zini tanitidaymiz birgalikda Taki dum dum uning naqralar bum bum jaranglasin dunyo gullay fazo Taki dum dum uning naqralar bum bum jaranglasin dunyo gullay fazo Nihuda hamga Gay hamishga bayvasta Quvonching keragi Hayot nila Olam dünyada doğruda Oboralik olaman ishimizda Boshimdan sirla Mayin alda go'yo samoshamoldaymiz ba'zida baland darajadaymiz alloh birgalikda yerning jabr tomonidaymiz olam o'zini tanitidaymiz birgalikda Taki dum dum uning naqralar bum bum jaranglasin dunyo gullay fazo Taki dum dum uning naqralar bum bum jaranglasin dunyo gullay fazo Taki dum dum uning naqralar bum bum jaranglasin dunyo gullay fazo Taki dum dum uning naqralar bum bum jaranglasin dunyo gullay fazo Taki dum dum Taki dum dum uning naqralar bum bum jaranglasin dunyo gullay fazo
Taki taki dum dum, uringma qo'llar bum bum, jaranglasin dunyo, gurlagan fazo. Taki taki dum dum, uringma qo'llar bum bum, jaranglasin dunyo, gurlagan fazo. Taki taki dum dum, uringma qo'llar bum bum, jaranglasin dunyo, gurlagan fazo. Taki 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 taki. Yurtimizdan faxrlanib ketdim shu bola qizlar tufayli. Juda faxrlandim. Gap bo'lishi mumkin. Rahmat sizlarga. Men konsert ko'rdim to'g'risi va barchani Xalqlar do'stligi san'at saroyiga ham taklif etamiz. 10-iyun kuni o'tkazib yubormanglar. Jonli ko'rish yanada mazali ekan, yanada boshqacha ekan, kayfiyatni yanada ko'tarib yuborar ekan. Azizlar, aziz yurtdoshlar, mana shu kayfiyatda, mana shu energetikada osuda uyquga ketamiz va sizlar bilan xayrlashamiz. Ko'rishguncha. Bolalar, vash yorib yubordinglar. Rostdan.